Sen dangasasan, lekin nima qilishni aniq bilasan. Albatta bilasan, chunki men ham o'qishni, yozishni umuman bilmas edim. Lekin men nima qilishni bilardim. Lekin buni qilish juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Menga ishon. Uyg'ongan paytingda o'zingga o'zing aytsang, aqlli emasman men deb. Unda nima qilish kerak? Sen qilishing kerakki, o'qishni, yozishni yaxshi o'rganishing kerak. Eng yuqori ballni oladigan darajaga yetishing kerak. Buni qilish kerak. Shunchaki qayta va qayta qilish kerak bo'ldi. Sen doim shunday qolib ketmaysan. Yo'q, doim shunday bo'lib qolmaysan. Umuman unday bo'lmaydi. Sen uyg'onishing kerak. Boshqalarning gapiga quloq solma. Bu so'zlar bir tiyinga ham qimmat. Bu bema'nilik. Hammasi bema'nilik. Faqat yasha o'z hayoting bilan. Endi esa menga aytchi, qanday o'lishni xohlaysan? Nimani eslab bo'lmoqchisan, ha? Aynan shuni eshitishlari kerak. Odamlar aynan shuni eshitishi kerak. Ular bas qilishi kerak. U haqida, bu haqidagi bema'ni gaplarni bas qilishi kerak bo'ladi. Ularda noodatiy narsa yo'q. Unda mana bu odamda, senda, menda ularda qobiliyat bo'lishi mumkin. Ha, bu juda ham ajoyib. Lekin sen uchun buni hech qanday qizig'i bo'lish kerak emas. Sen rivojlanishing kerak. Lekin qanday? Shunchaki harakat qil. Noodatilik o'zi yo'qoladi.